O'ylab ko'r, qolsang bo'lardi. Bu qo'shnilar o'zi unaqa yomon odamlar emas. Yo'q aka, dugonalar bilan yashaganim yaxshi. Sizga ham noqulay bo'lmasin. Bu nima degani? Nimaga noqulay bo'ladi? Yo'q, dugonalar bilan yashay qolay, o'qishimga ham yaqin. Mayli, unda nimadir yordam kerak bo'lsa, birinchi menga aytgin, xo'pmi? Xo'p, mayli aka, yaxshi qoling. Xudo yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Qara, kecha tushunmovchilik bo'ldi, ko'nglingga og'ir olmaysan, xo'pmi? Mayli, endi bo'lar ish bo'ldi. Endi o'zingda ham ayb bordi. Bir og'iz ogohlantirib qo'ysang bo'ladi-yu. Bilasan, bu domla tartib intizomiga o'zim qarayman. Kim kelyapti, kim ketyapti, hamisha nazoratda bo'lish kerak. Domimizda begonalar yurmasin deyman. Bu ketishda hech kim yurmaydi. Nima? Yo'q, o'zimga o'zim. Boringizga shukr, rahmat deyman. Конечно. Men bo'lmasam bu domda tartib buzilib ketadi-yu. Muhsin bola, yaxshimisiz? Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Jiyaningiz ham yaxshi yuribdimi? Bo'ladi, yaxshi. Bugun jiyaningiz bilan sizga chiqing. Bir piyola choyingizda yaqindan tanishib olamiz. Xola, endi buni iloji yo'q. Nimaga? Chunki jiyanim dugonalari bilan yotoqxonada turadigan bo'ldi. O'sha yerga ketdi. Yaxshi ish bo'lmabdi-da. O'zi kechagi bo'lgan voqea uchun uzr so'ramoqchi edim. Buni hammasiga anu Rustam aybdor. Vahima qilib hammani olib chiqdi. Mayli xola. Nima bo'lganda ham bo'ladigan ish bo'ldi. Charchadim. Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? O'zingiz oyog'im tagidan chiqyapsiz, nuqul siz bilan nimadir muammo bo'ladi. Ajab bo'pti. Hali ham zaharsiz. Siz esa qizlar bilan qanaqa muomala qilishni hali ham bilmaysiz. Yaxshi bo'pti. Qo'lingizdagi narsalar qilda chiqyapti. Bu ovqat mangami? Yo'q, sizga emas. Pastdagi qo'shnimiz Sattor akaga. Sizga ani jiyaningiz ovqat pishirib bersin. Ha, rashk qotdilarmi? Jiyanim endi yo'q. Yo'q. Nimaga yo'q? Dugonalarni oldiga yotoqxonaga ketdi. Ha, mayli, yaxshi bo'pti. Keyin bugun vaqtingiz bormi? Nimaga? Surpriz bor.